Assalomu alaykum. Phoenix Consulting'ning aziz muxlislari. Mana bugun inshaalloh Xudo xolasa mening nuri diydalarim, farzandlarim va kelinimning ukalari inshaalloh Xudo xolasa Xudoning farzandlari Alloh izni bilan yaxshi bir go'zal bir qadam ostonasida Malayziyaga Xudo xolasa inshaalloh yaxshi niyat bilan o'qishga ketishdi. Mana Xudo xolasa uchib ketishyapti inshaalloh. Bunga yordam bergan, Alloh izni bilan yordam bergan Zahriddinjon, sizga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ota-onangizga katta rahmat. Ilm ziyo tarqatayotganingiz uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ilohim hammaga tarqatayotgan yaxshiliklaringiz uchun Alloh sizlarni ikki dunyo saodat bilan siylasin. Allohdan so'raganingizni ziyodasi bilan bersin. Bizda kattadan katta rahmat sizga. Phoenix Consulting firmasiga rahmat kattakon. Mana hammasi a'lo darajada bo'ldi. Hamma hujjat topshirishdan boshlab viza chiqqunigacha hammaga rahmat. Ishonsa bo'ladimi bu konsaltingga? Albatta 100% ishonsa bo'ladi. Zahriddinjon sizga ham rahmat kattakon. Iloyim mana shu O'zbekiston yoshlariga mana shunaqa bilim berishlardan, yordam berishlardan, ilmini ziyoda qilishlardan charchamanglar hech qachon. Alloh kuch-quvvat bersin. Rahmat sizlarga ham. Rahmat. Salomat bo'linglar. 100% ishonchli Phoenix. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan.